Kompyuter versiya telefonda qanaqasiga? Yo, hammaga salom bo'ldi. Bugun biz Minecraftning 3 ta turini ko'rib chiqamiz. Birinchisi World Block 3D, ikkinchisi Craftsman Building, uchinchisi MG Launcher. Birinchi Craftsman Buildingdan boshladik. Mana shu oddiy Minecraftda Creative Mir'larga zo'r sit ko'rsatdim. 3 ta xiliya zo'r sitda bor. Maza qiladim. Creative Mir. Bu sit o'xshamay qolibdi. Mayli. Yo, o'xshadimi? Bu yakuni alt qilib bekor qildim-da. Shu holda tursa nekillik o'xshaydi. Tenna o'xshaydi. Bu kreativ olamda bu zo'r desa ham bo'ladi. Elementarni ko'ringlar. Hamma narsa oddiy Minecraftdan ko'chirilgan. Bitta bossanglar ustiga o'tkazib. Hozir rudalarni ko'ramiz. Normalniy rudalarni ko'ramiz. Obsidian va yer blok. Qani ketdik. Bir blok qo'lda boshqacha, bog'da boshqacha. Obsidian, izumrud, redstone, lapis lazurit, diamond, oltin, temir va ko'mir. Bu izumrud sal boshqacharoq. Oltin, temir, ko'mir, mana barcha sal ko'proq rang qo'shgan. Biz ketdik, enitga boramiz. 1 2 cheksizdaman men. Sal boshqaroq qiyinroq. Mayli. Enitga nima boshlama? Boshlamadi. Obsidian qaytadan quramiz. Nazar hozir ketdi. 1 2 3 4 Şu bir to'liq portal bo'lishi kerak. Nima ishlamayapti? Qanaqangadir bag'imi deymanda bu. Ishlashi kerak-ku. Bunikidek ishlashi aniq-ku, nimagadir hozir ishlamayapti-da. Mana kafaratim qilganman, ishlab ko'rganman, lekin hozir negadir ishlamayapti. O'zini bilmadim. Yerda hamma patos bor mana. Nechchirolar buni? Yetdimi? Hozir bitta mobdur ko'rsataman. Mana shu oqni o'zim. Bitta ularda zuraman ya. Bitta mobduramiz. Mana bu Enderman. Daraslar qo'shma.
qo'llab bermaydi. Qaranglar biza iflosliklar. Blokni o'g'irlab ularni so'rayapti. Mayli, bu o'yindan chiqamiz. Krapsman bo'ldiga kirib oldik. Bunga kirish shunaqa. Bu o'yin juda yaxshi, faqat grafikalar hech kim kirma olmasin, lekin bunda juda yaxshi. Mening kanalimda yana bitta video bor. Bu craftingda o'chirib yurishga ulgurmang deb F3 tugmasini qo'shish degan video olganman. Unda bitta mod bor. Ana o'sha modni qanday yuklash o'rgatganman. Bu realniy Minecraft bilan birga-bir ko'chirilganda bu mod. Ana o'sha modni qo'shsanglar maza qilib o'ynaysizlar. Uni hech qayerdan tortmaysizlar, o'zida bor. Qilaydi bo'lsam, buni o'zidan ishlari bor. Boshqasida qo'yish mumkin emas. Kreativ olam. Kreativ va mana shunday mod qo'shsalar bilan. Bu hozir o'ynayotgan o'yinim haqida bir ozroq ma'lumot berib ketay. Bu o'yin 1.21.31 versiyasi. Va bunda hamma narsa zo'r. O'zining modlari bor, tangalari bor. Mana o'yinga ham kirib oldik. Bu o'yin grafikasi 0. Juda yaxshi emas. Yaxshi o'yin deb bo'lmaydi buni. Nastroykalasa yaxshi bo'ladi. Biroz bilan Skin Alex'tiki. Bu yerda qarasak, hech qanday joy yo'q. Men o'zim istaydi va mana shu joy antiqa o'rda. Alexlarga salom aytyapman. Xo'sh, bu o'yinda nimalar bor? Grafika bo'yicha 0 enddan ko'rsataman. Hozir yondirgalka soldim. Xo'sh, bu yerda bunday qilamiz. Bloklardan obsidian yazilib. Obsidiandan topib olish bir azob. Obsidian mana bu. Va endi bu yerdan mana bu enderda pishirilgani va endi ham bir bosh kerak baribir. Endi bana nezir endi adashyapti. Hozir portal ramkasi ham shu yerda bo'lishi kerak. Mana bu yerda yo'qda. Portal ramkasi mana. Mana bu portal ramkasi. Buraya chiqamiz. Boya ko'rsatganimdaqa muammolar bunda bo'lmasa kerak. Bo'lmaydi ham.
2, 3, 4. Şöyle o'tkazildi. Ana endi parchalar yoqildi. Mikrofon. Ko'rmandan spam qildi bizani. Bu yerda nimalar bor? Lava. Yana boshqa baloy battarlar ketdik bu yerda. Shu yerdan qayerga ketamiz? Şurada bir adam. Şurada bir adam ve bir adam bir şurada. Bu adam mazaqlatdi. Portalda juda zo'r. Ender Dragon. Dragonga bir qaraylar. Birga bir ko'chirib olinganda bu Dragon qursa odam maza qilar. Tuxumlar. Qayda tuxumlar? Sizlar umringlarda ko'rmagan bosslarni ko'rsataman. Odam qo'rqib ketasizlar hozir. U qanaqaligini o'zim ham bilmayman. Qani endi Vardenda ega kerak bizlarga Vardenda. Yo, buniki emas, bu emas, bu emas. Şu ikkita ko'rsataman. Mana biratniki ekan, bu magma kubdagi ekan. Mana beparashyutga qaranglar-da. Voy, pilaras. Va bu o'yindan chiqamiz. Chunki o'zi Java Edition emas, Media Launcher. Qaranglar bu. Qaranglar buni. Proje emas, mojo emas. Hammasi suvda ishlaydi, bora, maza qilib. Hozir men o'yinga kirib ko'rsataman. Hamma bilsa kerak qanday qilib bu nastroykalashdi. To'g'rimi? Bu o'yinlar o'chib ketgan edi Play Marketda. To'g'rimi? Hamma shunday o'ylaydi. Lekin bu o'yinlarni men sizlar uchun topdim. Bu qayerdan topganimni o'zim ham bilmayman, qidirib topib oldim. Bu faqat Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanal esa opisaniyada emas, bu Telegram kanal Vizor UZB deb yozsangiz chiqib keladi Telegramda. Yo, Telegramda emas edi u. Mojo Telegramda va Pojo Telegramda. Yana bitta Minecraftga birga bir ko'chirma emas, pulli versiyasida, uni bepul versiyasi Telegramda. Bu esa bu yerda Play Marketda MG Launcher deb yozsangiz chiqib keladi. Unga kirdik. Hamma biladigan o'sha o'yin. O'yin bo'ldi, tugadi. Telegram kanalga va menga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mehnatga endi obuna emas, uyatda. Do'stlar.